Bugün hem de 80-90 yılların FC oyunu, yani şu işçide oynayacağın, rolda oynayacağın oyunumuz var. Şu yıllardan biri esnaf bakılır. Siz netçin oynap dikensiz. Birincisi Mario. 1985 yılı tuncu elan kılıngan bu oyun. Mogo, karamet oynamak bu oyunu. Şu yılların içinde bu oyunun ait kızık eski Mogo'nu desep öldürdü. En ahırda bir yerler görüp xotunu nuqtuqsuz deyiş, nami? Bunu oynab bakmagan 80-90 yıllıklar yo'q-ku deyman. Barbara bu oyunning meni ikkinchi maydonda 4-8 otlaydigan bir yerlarni deb bag'an to'q, osmonga chiqdi. Bu oyun şu vaqtdagi son sifirlarga asoslansa, şu vaqtda 500 milliondan ortiq tarqalib ketgandi. Haqiqatan bizning şu vaqtdagi balalik aslimizning birisi dalmash oyun. Muzikasini bekbaysiz-ku buning. Keyin gitarchi chag'an muzikalarim bor. Ikkinchisi Xondulu. Rambo'niki deb qo'ydik hamda bu o'yinni. Bu Xonduluning bir 2 xil banbanisi bor demin esimda qilishcha. Başta haliqi 3 kişilik chiqdi. Barbara o't qo'valdigan qo'valdi. Undan keyin qanday qildik bir amal tugumas qo'valdik bu jonni. Tugamaydi o'ynab o'rdik. Hamda ikki odam hamkorlash bo'yicha nihoyat qiziydi. Lekin bir kalva bilan birga o'ynab qolsak, o'zining 30 jonni tugab kash odamning jonnini tortib o'ynaydi. Sizlar başta oynamdinglar. Bu obrazlarni haqiqatan shu vaqtda birinchi tom chiqqandagi Shtaylongning obrazi bilan oxirlashtiruvchi Shmashingoning obrazi asosan ishlab chiqqan. Biz shu vaqtda bir to'g'ri his qilib chiqqanmiz bo'lsa. Karamat o'ynama tutuq bu o'yinni necha qatimdan tugitib bo'lgan bo'g'oydinglar sizlarmi? Uchinchi birisi Tankodagen. Bu 1985-yili tunji taqilib chiqqan. Hamda bu o'yinda shunday 2 kishilik bo'lamiz. Boshqa tanklarni etib beradigan har xil o'qlar chiqadi. Tunji maydonda biz doim joli qilib, oldindan o'zimizning bazasini qo'yadigan qishtamni po'lattamga o'zgartirib etib, har xil yosvelib tunji maydonda o'ynaymiz. Sizlar mana o'ynamdinglar. Men har qatim buni qo'g'dashdan sirт eng ustiga qator bir qo'l yosvetib, bir yerdan chiqa oladigan qilib qo'yib, o'sha yerda saqlab turdim-da, gom etib. Hamda tunji maydonda yomon o'qni yeb, tankimizning darajasini oshirib olsak, ikkinchi maydon boshlab qo'rqmay o'ynaydi. Buningda har xil suv, o't, cho'p, bu narsalar chiqadigan. Bu bak qiziydi, bak o'ynamadi turib buni. Bunun tüyütüp bakkallardan netçanlar var deyman. Tuluğu 35 maydon ekan to'q bu. To'rtinchi birisi mana Saymogo deb qo'ydik. Shunami? Hamda bu Saymogo mana qiziydi, bak qiziqarliqdi bu. Sehray to'q o'q chiqdi, turib texilqi tuxumni olsa, xuabancha chiqib qoldi, xuaban telibga yaman tiz menib ajoyib o'ynamadi to'q buni. Lekin bu o'yinni men oxirgi tüyütüp bakmabdi ekanman. Nimishqa? Chunki shu vaqtning o'zida o'yinni saqlab qo'yilmaydi bu o'yinlarni kelgan yerimizdan boshlab chiqmaydi. Üçürüp etip qayta oynasak, yani şu baştan başlap oynaydigan gap. Endi bu oyunlarni bir yarım saat, 1 saat oynaymayız. Uning keyinden dadımızdan xabar ko'rgisi tutdi. Chunki u vaqtlarda şu bir atal televizor bo'lsa, xil cho'ng ish. O televizorni biz kesh o'ynamasak, bularning ochiq keldi. Dadımızdan xabar ko'rgisi tutdi. Apamızdan qizdira vaqt shuni ko'rgisi tutdi. Shuni aplar deb o'chiramiz. Topshirig'ini ishlarni foyda batidi, chiqib ketamiz. Ertesi o'g'irlik deni baştan başlap oynaymayız. Sizlarning mashtaqmati. 5. birisi Shinren shuni dey. Hamda ma o'yinni men bak o'ynab bakmab ekanman. Sizlarga o'ynaganmi buni? Men bak o'ynab bakmab ekanman. Macho manimi, men buni bomba quyish deydim. Jodarim. Hamda bu o'yin haqiqatan bak qiziqarli shunami? Bomba quyib beliq toshlarni chaqdik. Bir maydonlik bir taloy narsani chaqsak, aran bir tal yeydigan narsa chiqadi. Şunu izleyimiz bütün meydan tüyütçe. Eğer ama eski gül bizni qoğulab ketidi. Bularni bombada öldürmemiz deb mayak qilib qo'ysak, qechikdik ba'zi o'lmaydi. Ba'zi bombani jiddiy qo'ydik deb o'zimizni solab qo'yib, bum portlab etilib ketamiz. Taqayliq ishkim yomon test eng oxiri tep, esimda bu ishni portlatib qo'ysak, ishni yomon ishni qo'g'laydigan eski guldan 4-5 chiqmadan yeb ketib qolgan. Ma o'yin haqiqatan bir qiziqarli qo'shqa keyin taraqqiy qilib, Pavpavdan, QQ'dan o taraqqiy qilgan shunami? Keyin kompyuter vaqtidimi buni o'ynaydiganlar qizlarni nihoyat ko'pdi. Ma o'yin nima deytinglar? Men jancholi deydik buni. Bu nihoyat qiziqarliqdi. Yomon mashina vaqti o'q atadigan, bombas chiqadigan. Buni men to'xtamay maydonlab chiqqandim, yaxshi moslatsa, yaxshi o'yin bo'libdi buni. Buni men xil o'qlar chiqdi. Eng oxirida bir yerlarga o'tib, bir yo'llardan o'tib, bir ma'lum bir uydan 3-4 odam chiqadi mashinamizga. Buni biz bexatar qo'g'dab ma'lum belgilangan yerga opirib birimiz opirib bersak chiqichardik aktidu buni. Shunda o'ynaydik buni. Uning keyinden Tinninkini o'ynayaptilar. Bu Tinning ham Mario'ga o'xshab ketdi bir qarsak. O'xshamaydigan yerlarim bor. Bu nihoyat qiziqarli o'yindi. Lekin bunimi men bakcha qo'ydim ekanman. Hamda uning keyinden bundan sir men hozir damalliq topolmagan, yeni bir mushlashning vaqti Shangji-lo deb qo'ydik buni. Ikki chiqib maydonda urib, tushirib
Tekşürüp atlaydık. Onun keyinden birden Hindistan'a, birden Yaponiyaga, Jungo'ga, İtalya'ga, her bir yerga bardık. Yani Boster'ı çıktı. Bularni o'ltasa Çin o'zimizning adam o'lganini almashtirib oldi, qo'shqaltak chiqdi. Bak o'ynaydik buni. Bundan sir yana sizlar shu vaqt o'ynagan FC darxil saytlar va tujnam yana sizlar o'ynagan men boya demigan yani qaysi o'yinlar esinglarda bor shu vaqtda shu ishchi yo'shchi deb qo'ydik shuningda o'ynagan. Bizning bir balliqki güzel əslimimiz bu. Sizlar yoqtirib o'ynagan men demagan o'yinlarning ismini bir penguncha qoldirib qo'yinglar. Eng o'rtaqlashimiz. Mazmun yoqtirgan do'stlar birdan yaxshi yurganlarni aymay, meni guvanchi qo'lishni unutmanglar. Rahmat.